Assalomu alaykum hammaga. Special Money kanaliga xush kelibsizlar jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Bugungi konkurs navbati orqali Telegram kanalda bilasizlar biz har kun через день konkurs o'tkazamiz. Bir kun YouTube kanalda, bir kun Telegram kanalda orqali. Bugun Telegram kanalda bo'ladi. Tezda o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Kelinglar jigarlar, sizlarga o'zimni Telegram kanalimni ko'rsatib o'tib ketaman orqali. Telegram kanalimiz ko'rinishi xuddi shu ko'rinishga ega orqali nomi Special Money. Xo'p, orqali YouTube kanalimiz logotipi tushirilgan. Tezda bu kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. O'sha orqali 322 ta obunachi yig'ildi. Davayt orqali shu videoda 400 ta qo'ramiz orqali podдержка qilasizlar degan umiddaman. Kanalga orqali hozirda chiqayotgan yangi botlar, yangi programmalar, yangi saytlarning orqali hammasini mana shu Special Money Telegram kanalimga yuklab bormoqdaman. Tezda o'tish kerak va obuna bo'lish kerak orqali. Va har kuni bu kanalimizda chat bo'lmoqda. Chatda har kuni konkurs bo'ladi. Tezda o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimiz silkasi video opsionasida va zakreplonni kommentariyada qoldiraman orqali tezda o'tib obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Xo'p jigarlarim, kanallarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda videomizda boshladik. Sizlar bilan bugungi videomizda orqali mana shu saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'rsanglar, hozirlarga qo'limdan kelgancha saytda qanday qilib pul ushlashni to'liq o'rgatib berishga harakat qilaman orqali. Saytda pul ushlashimizdan oldin sayt ro'yxatini o'tib olishimiz kerak. Uning uchun mana bu yerdagi registratsiya bo'limisiga bosasizlar. Mana bu yerga elektron pochta, parolni takrorlaysiz va mana bu yerdagi registratsiya degan tugmani ustiga bossanglar, oddiy ro'yxatdan o'tib olasizlar. Sayt silkasi Special Money Telegram kanalimizda bo'ladi. Men hozir ro'yxatdan o'tib olganman, o'zimning akkauntimga kirib olaman. Men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Xo'p, o'rtoqlar, saytga kirganlaringizda mana bu yerda sayt haqida ma'lumotlarni chiqarib beradi. Bemalol tanisha olishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda X-chani bosamiz. Mana o'rtoqlar, biz saytda mining qilib oddiygina pul ushlab borishimiz mumkin bo'ladi. Shundoq kiramiz, kirganimizda mana bu yerdagi Nachat Mining degan tugmani ustiga shundoq bosib qo'ysanglar, bo'ldi o'rtoqlar. Uje bizga mana bunaqa ATA degan tokendan uje nima deydi, ishlayveradi. Keyin bularni yig'ib olamiz har 24 soatda, keyin dollarga aylantirib bemalol payr hamyonlarimizga yoki boshqa hamyonlarimizga yechib olsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar pastda 5 ta bo'lim mavjud. Birinchi bo'lim Maya bo'limi, bu saytning glavniy oynasi hisoblanadi. Bu yerda o'rtoqlar bonuslarni olsanglar bo'ladi. Bu yerda o'rtoqlar har xil Telegram kanallariga obuna bo'lib, like bosib, zadaniya bajarib ham pul ushlab borsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar lider degan bo'lim mavjud, ya'ni saytda kim birinchi o'rinda ketyapti, kim aktiv ketyapti, reytinglarni ko'rib tursanglar bo'ladi. Bu yerda o'rtoqlar обновление bor, ustiga bosasizlar. Saytda o'rtoqlar o'zlaringiz akkauntlaringizni kuchaytirib ham nima deydi, saytda pul ushlab borishlaringiz mumkin bo'ladi. Xuddi mana bu tangalarni sotib olib, biza nima deydi, akkauntimizni kuchaytirsanglar bo'lar ekan. Mana bu tanga o'rtoqlar narxi $16 turar ekan va bizaga 26 ta ATA degan token ishlar ekan. Xo'p, bu o'rtoqlar narxi $66 turar ekan va bizaga 110 ta token ishlar ekan. Bu yerda mana bu tangachaning narxi $160 turar ekan va bizaga 260 ta token ishlar ekan o'rtoqlar. Xuddi shu mana bu tangalarni sotib olib ham biza saytdagi akkauntimizni kuchaytirib pul ushlab borishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizning hozir o'rtoqlar balansimiz ozroq pulimiz bor. Meni degan tugmani ustiga bosasizlar, mana пополнить кошелек, ya'ni $16 pulimiz bor. Hozir biza eng arzon tangachadan sotib olishga harakat qilamiz. Bu yerdan Kupit сейчас degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Bu yerda o'rtoqlar tangacha haqida ma'lumotlarni chiqarib beradi. Bu yerdan Kupit сейчас degan tugmani ustiga bosasizlar. Mana o'rta покупка прошла успешно. Bo'ldi o'rta, sotib oldik. Endi nima qilamiz? Endi yana Maya bo'limiga qaytib, mana bu Nachat Miningni qayta ishga tushirib qo'yamiz o'rtoqlar. Bo'ldi. Endi mana ko'rib turganingizdek, token ishlashi tezlashdi. Xo'p, bu yerda komanda bo'limi mavjud, ya'ni saytga o'zingizni do'stlaringiz ham taklif qilib bemalol saytda pul ushlab borsanglar bo'lar ekan. Xo'p, bu yerda meni degan tugma bor. Endi sizlar bilan saytga pul kiritish, pul chiqarishni ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Kelinglar birinchi pul chiqarishdan boshlaymiz. Pul chiqarish uchun bu yerdan Atvis degan tugmani ustiga bosib qoldirasizlar. Xo'p, bundan oldin o'rtoqlar kelinglar masalaga mana bu tokenni qanday qilib dollarga aylantirishni o'rgatib o'tib ketsam. Bu yerda mana perdachi bo'limi mavjud. Ustiga bosasizlar. Menda hozir o'rtoqlar 0.37 ta bo'lsa, VSN ustiga bossanglar, bu tangacha o'rtoqlar 0.0038 kopeyka pul bo'lar ekan. Xo'p, biz hozir o'rtoqlar endi 27 ming ta har kun ishlaymiz. 27 ming ta yozsanglar, biz har kun saytdan $2.70 foyda olar ekanmiz o'rtoqlar.
Bu yerdan подтвердить degan tugmani ustiga bosib almashtirib olaverasizlar o'rtoqlar. Xo'p, endi yana adres bo'limiga qaytamiz. Biz o'rtoqlar Web20 ga pulimizni chiqarib olsaylik bo'ladi. Mana bu yerga Web20 adresimizni kiritamiz. Xo'p, bu yerda VPN ustiga bosamiz. Parol безопасность degan joyga ro'yxatdan o'tgan paytimizda kiritgan parolimizni bu yerga ham kiritib o'tib ketishimiz kerak, ya'ni tasdiqlashimiz kerak. Men hozir o'zimning parolimni kiritib olaman. Men o'zimning parolimni kiritib bo'ldim. Xo'p, o'rtoqlar minimalka pul chiqarish $1 ekan. Xo'p, pulimiz 3 minut ichida hamyonimizga yetib borar ekan o'rtoqlar. Ko'ramiz, подтвердить degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, mana успешно снят средства, ya'ni bizning pullarimiz chiqib ketdi. Endi mana bu soatchani ustiga bosib, bemalol mana bu brokerskiy kошелек o'tib, yechganimizni ko'rishimiz mumkin. Pullarimiz kelib tushguniga qadar o'rtoqlar, men sizlarga qanday qilib pul kiritishni o'rgatib tursam. Pul kiritish uchun bu yerdan перезарядка degan tugmani ustiga bosasizlar. Bizda o'rtoqlar Web20, BNB, TRX, TRS20 va Web20 USDT yo'nalishlari mavjud. Xo'p o'rtoqlar, menga TRX, TRS20 va Web20 yo'nalishlari ma'qulroq. Xo'p, men hozir Web20 ni ustiga bosaman. Xohlasanglar o'rtoqlar mana buni skaner qilib tashlaylar, xohlasanglar mana bu adresga pul tashlaylar, farqi yo'q o'rtoqlar. Ikkalasi ham bitta narsa. Masalan, sizlar boyagi tangachani sotib olmoqchisiz, narxiga yarasha pul tashlab bo'lganingizdan so'ng, shuna saytga qaytib, mana bu yerdagi перезарядка завершен degan tugmani ustiga bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bosmasanglar o'rtoqlar pullaringizni qabul qilmaydi. Minimalka pul to'ldirish o'rtoqlar $5 ekan. $5 kam pul tashlaydigan bo'lsangiz, o'rtada pulingiz kuyib ketadi o'rtoqlar. Xo'p, tashlagan pulingiz uzog'i 3 minut ichida mana shu saytga yetib kelar ekan. Sizlar o'rtoqlar Binance, Bitget, Payer xohlagan hamyonlaringdan bemalol pul kiritsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, bu sayt haqida to'liq ma'lumotlarni men Telegram kanalimga yuklab boraman. Bemalol o'tib ko'rib olishlaring mumkin bo'ladi. Telegram kanal silkasi video opsiyasida va закрепленный kommentariyada bo'ladi. Endi o'rtoqlar, Maya bo'limiga qaytib, mana bu yerdagi xatchani ustiga bosamiz. Qani bizani subsidiyamiz kelmadi. Mana kelibdi o'rtoqlar. Bugun sana 05/22/2025 o'rtoqlar 18:43 da pul chiqardik. Va o'rtoqlar bizning pullarimiz hamyonimizga tushganligi haqida SMS jo'natdi sayt. Endi nima qilamiz? Bitget hamyonimizni tekshiraveramiz o'rtoqlar. Mana Bitget hamyonga chiqarganlik, bir marta yangilaymiz. Mana o'rtoqlar, Ripple chain bo'lib turibdi. Mana $2.60 chiqarganlik, hech qanaqa komissiyasi o'rtoqlar hamyonimizga yetib keldi. Sayt o'rtoqlar hozirda 100% pul to'lab kelmoqda. Saytga o'tib bemalol pul ushlab borishlaring mumkin. Aytganimdek o'rtoqlar, sayt haqida ma'lumotlarni Telegram kanalimga yuklab boraman. Tez o'tib obuna bo'lib qo'yinglar Telegram kanalimizga. Saytga pul kiritish, pul chiqarish hammasi tushunarli bo'lsa, sayt silkasi Telegram kanalida bo'ladi. Bemalol bu saytga o'tib pul ushlab borishingiz mumkin.